Uyimga MDF eshikda yaxshi, arzon joyini qidiryapman. Shunaqa ustalar bormi Mahmudjon deganlarga, akalar biz xudo xolasa Namanganga yetib kelganmiz. Uyda oilaviy arzon optim joyda mana sizlarga bugun video qilib ko'rsatamiz. Videomizni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, narxlari, sifatlari, qanaqa mahsulotlardan tayyorlanish bo'yicha to'liq ma'lumot beramiz. Yana bundan tashqari akalarimiz zinani mana bu zinani oyoq qo'yadigani xolasalarni mana bunaqa bunday teriladigan barellarigacha qilib berishar ekan. Xudo xolasa albatta sizlar qiziqtiradigan video bo'ladi. Videomizni oxirigacha ko'ringlar. Fozilxon akamiz bilan birgalikda ma'lumot beramiz. Assalomu alaykum aka. Charchamayapsizmi? Yaxshimisiz? Endi aka, bu biznesda birinchi savol, qanchadan beri shu eshiklar ishlab chiqarishda boshlaysiz? Bu ishlarimizni 7-8 yillik tajribamiz bor. Biz buni o'rganish uchun yoki o'yilcha nima qilganmiz, o'zimiz mustaqil boshlaganimizga 7-8 yil bo'ldi. 10 yil shogird bo'lib yurgan. Shogird bo'lgan. Mashalloh. Xo'p. Endi aka, sizda hozir necha xil turdagi eshiklar fasollari bor? Mana qanchadan ziyod klientlarga xizmat ko'rsatdingiz aka? Qanaqa ranglari bor? Eshiklarimizni ranglari juda ko'p. Hozir trendda bo'layotgan eshiklarimiz krashini bo'ldi. Narxi ozmuncha qimmat, lekin garantiyasi, sifati o'shanga yarasha bo'ladi. Aytgan ranglarda chiqarib beramiz. Mijozimiz bizga mana shu rang yoqadi desalar, mana krashini eshiklarimiz o'sha aytgan ranglarga sepiladi. Laminat eshiklarimizni o'zining rangi bor. Hozirgi nimada skromniyroq shu eshiklarimiz yaxshi, mulk talabi yaxshi bo'ladi shularga. O'zi aka, qanaqangi materiallardan yasab berasizlar sizlarga? Misol uchun bizda necha xil material? aslan NDF, suxoy NDFdan ishlanadi. Puli sal arzonroq bo'lsin deyishganlarga tayyor boyog'i bilan keladi, rossiyskiy. Shu laminatli variantni tavsiya qilamiz. Garantiyasi bir xilda, sifatlari, mehnatlari hammasi bir xilda. Zamoklarni ham krashini eshigimiz bilan bir xilda kafolat beriladi. Lekin ozroq kraska mehnati oz bo'lganligi uchun bu eshigimiz ozroq. Endi mana sizlarga eshik zakaz qilishsa aka, shunaqangi holatda berib yuborasizmi yo zamokini ham qo'yib berasizmi? Biz dastavka qilib beramiz, joyiga qo'yib, kalit topshirib chiqatamiz. Yo'l kiraga pul bering, siz o'zingiz olib keting, unaqa bo'lmaydi. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Shuni o'rnatib, shuni ishini tekshirib oladi, kalit topshiramiz, chiqatamiz. Pod ключ. Voy mashalloh. Xo'p. Endi aka, bularga qancha muddat garantiya berasiz, misol uchun o'zingiz ishlaysiz? Ishimizni, dogorimizga qarab 3 yildan 5 yilgacha garantiya beriladi. Mana bu ishlarimizga 3 yil, 5 yilgacha beriladi. Mana ularimizni 5 yildan 7 yil, 8 yilgacha qarab, holatiga qarab garantiya beriladi. Endi garantiyada, masalan, eshigimizni bir kishi sindirib, boshqa qilsa, u garantiya kiran kraskalar ish ko'rsatsa, zamollari, mexanizmlari ish ko'rsatsa, to'g'rilab beriladi. Bu ya'ni atay qatinidir shilib olib, qatini agar sindirib krashini eshiklarimizda shunaqa narsa borki, bir joyini qirib olsangiz, u bizning aybimiz emas, eshikligini, lekin o'shani to'g'rilab beramiz. Shunaqa servisimiz ham bor. Ya'ni pulli bo'ladi, lekin muammolar bo'lsa, servis xizmati ham bor. Bor. Juda ham yaxshi. Endi aka, misol uchun katta xonadon faqat eshikmi yoki romlar ham yasaladimi sizlarda? Ichkariga rom, eshik hamda zinalarni pod ключ mebel ham bizdan chiqadi. Ya'ni mana zinani barellari ham chiqar ekan. Xo'p, aka, kattaroq bitta xonadon boringki, bir 30 metr zina, 10 ta eshik, 10 ta rom qilish kerak. Siz bordingiz, bizni videomizni ko'rib telefon qilishdi. Ag'i qanaqa bo'ladi? Razmerlarni oldingiz. Agar siz aytgandan katta obyekt bo'lsa, yoki pulintuslarni ham qildirishadi. Baribir bunaqa eshik qildirgan odam pulintuslarni qiladi, boshqa bo'ladi. 10 ta eshik qildirishadigan bo'lsa, bitta tekinga ham qilib berishi mumkin. Sizni obunachilardan kelsa, masalan, YouTube ko'rib, telefon qilishsa, 10 ta eshik zakaz qilishsa, bittasini mutlaqo tekinga qilib beradi. 10 taga bitta bepul. Bepul. Undan ko'proq bo'lsa, agar pulintuslarni ham, masalan, 100 metr pulintuslar bo'lsa, 30 metr chegirma qilib beraman. Malades.
Ana bo'lmasa. Yana endi bu raqamlar o'zgarib qolsa, telefonda gaplashib, Telefonda chegirma kelishib boshqasini. turib, masalan 5 ta eshik qilsa bizga aksiya yo'qmi deysa, 5 ta eshikka ham bor, masalan 30 metrmi, 40 metrmi pulinchisini masalan tekinga qilib berishimiz mumkin. Voy, mashalloh. Endi to'lov uslublari qanaqa bo'ladi? Siz bordingiz, razmerlarni oldingiz, qancha to'lov qilinadi? Qanchada tayyorlab beriladi misol uchun? Surugini 20 kunda obyekt katta kichiligiga qaraladi. Masalan, o'zi u yerda отделка chiqayotgandan keyin biz ishlarimiz o'ynaydi. 1 oy. Срочный bo'lsa, masalan 1 haftadan o'tkazib bergan ishlarimiz bor. Lekin hamma narsa puliga yarasha bo'ladi. Ha, tushunarli. To'y tiqilib qolgan, masalan, biz hamma ishimizni tashlab turib, o'sha ishni o'tkazib beramiz. Odam kuchini ko'paytiramiz. Shunaqa nimalar ham bor. Lekin alohida summa. Yo'q, suruv tanlagan odam summani tanlamaydi. Ha. Shunaqa bo'ladi-da. To'lov oldindan sizga to'lovlar bo'ladimi? Oldindan to'lov borib, kelishamiz, dogovor qilib turib, yozuvchi qilinadi. 50% zakolat olamiz. Ozroq bo'lsa, masalan, ishonchga zakolat berishadi. Ishlarni boshlaganimizdan keyin ishlarimizni ishxonamizga kelib ko'rib, qolgan pulini masalan 50% berishadi. Qolganini but o'rnatamiz, yo'qsa qolganini berishadi. Juda ham yaxshi. Shunaqa variantlar bor. Endi aka narxlariga to'xtalib o'taylik. Aka bir qator eshiklarni, romlarni, zinalarni. Zinalarimiz, xo'p, laminatli varianti $50 chiqadi. Bu yerda unaqasi yo'q, bu shipon. Aka kvadratigami shunga yo'q, aytib bitta pohonasi ikkita nimasi bo'ladi, mana do'lanasi bo'ladi. Ikkita do'lani? Ha, bitta pohonaga hisoblanadi. Masalan, mana shiponlikni eng arzoni $80 dan. Mana shu har bitta pohonasi hisoblanadi. $80. $80 dan. Voy, mashalloh. Har bittasi mijozimizni tanloviga qaraladi. Eng arzonida $200 bor, $150 bor, $100 bor. Ponni yong'oqdan deysa, masalan, $120-130 dan qilib beriladi. Voy, mashalloh. Men endi eshityapman bu narx to'g'risida aka. Zinaga birinchi marta zina to'g'risida ma'lumot oldim. Bitta masalan 2 etaj uyga kami $3,000-4,000 zina o'rnaydi. Voy, mashalloh. Dizaynni o'ziga. Sizlar oqtarayotgan, Samarqand, Qashqadaryoda zinachilar oqtaryapsizlar. Mana o'zimizda Namanganda akalar, xudo xolasa obyektlarni, videolarini Instagramga yo'tsalaring qo'yaman. Xudo xolasa. Eshiklar cho'tkelab, xudo xolasa. Xudo xolasa. Eshiklarimizga kelsa, bu eshiklarimiz kvadrati $130 dan, ko'z kalsiyli varianti. Birli NDFdan bo'lgan. 0.8 birli ko'p rassa qilmaydi. Ishlarga ponni chaqbalar tashab turib, ursangiz eshigimiz mustahkam. Qo'rqmasdan masalan eshigimizni urib sindirib bo'lmaydi. Ba'zi joyda bilasiz, do'mimda eshigim sinib qoldi, boshqa bo'ldi. Unaqa problem bo'lmaydi. Hattoki bizda laminatli eshigimizni ham ichi ponni pirslab to'ldiriladi. Kelib turib, masalan, bitta eshigimizni bir urib sindirib bersa, tekin olib ketisharadi. Kim kelib bitta urib sindirib bersa? Shunaqa darajada. Sifatimizga uverin deb gapiradi. Voy, malades. Bo'ldi aka. Bu kvadrat qanchadan buni? $130 dan. $130. Bu kvadrati 8 ming so'mdan. 800 ming so'm. 8 ming so'mdan. 2 kvadratga chiqadi mana shu eshigimiz 1,600,000 so'mga zamonlar bilan. 1,600,000. Joyga qo'yib beriladi, albatta, Namanganda agar dastlabki qilib beriladi, kelishuv asosida ko'proq bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab borib o'rnatib beriladi. Ob'yomiga qarab. Ob'yomiga qarab. Tushunarli. Endi orqadagilarchi? Bu ishlarimiz ham shular bilan bir xilda. Kelishuv asosida $120 dan olganimiz bor, $150 dan qilganimiz bor. Patologiya shu 120, 130, 140 atrofida krashinli eshiklarimiz. Bunda lekin krashinli bo'lsa, menga arzonroq, hamda sifat ashlar bilan yaxshiroq bo'lsin deyishganligi, hop $90 dan eshiklarimiz bor. Mana buni o'zini ko'rishinglar mumkin. Ashlar bilan sifati umuman birga bir. Prosta chasbalari yo'q. Obkladka deydi, lekin xizmati, garantiyasi bir xilda. Narxi $90 dan $130 dan emas, $90 dan qilib turib, mebelga masalan pul o'tirib qo'yishlari ham mumkin. Tushunarli. Ko'rinish effekti yaxshi. Endi sizga telefon qilib, misol uchun aka uyda eshigi, romi, zinasi, plintusigacha qilib bering desa, patkulch xizmat ham ko'rsataverar ekansiz. Xudo xolasa. Ekranga usta akamizni telefon raqamlarini yozib qoldirdim. Xonadonlaringni aloqaga chiqinglar, razmerlarini aytinglar, hisob kitob qiladilar. Xudo xolasa, ma'qul kelsa akamiz chiroyli qilib beradilar. Aka, video davomida aytilmagan xato kamchiliklarimiz bo'ldimi? Yo'q, hammasi yaxshi.
Agar bu kamchiligi bo'lsa, kommentariyada yozishadi, kamchilikni to'g'rilab, nima qiladi, aloqa chiqsa, xohlasa so'raydigan nima bo'lsa, kamchilik bo'lsa to'g'rilaymiz. Xudo xohlasa ekranda telefon raqamlarini yozib qoldirdik. Aloqaga chiqinglar. Manzilimiz Namangandan video olib ko'rsatdik. Qolgan to'liq manzilda akamizga aloqaga chiqa olasizlar. Aka, vaqtingizni oldik. Sog' bo'ling, rozi bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.